Uzdil HTML darsligi 36 qism. HTML5dagi film. Navbatdagi torda film qo'yish asosan qistirma orqali amalga oshirilgan. HTML5 yangidan video elementini ta'minlash orqali film qo'yishni bartaraf qildi. Navbatdagi film elementi 3 xil asosiy film mavjudini qo'llaydi. Ular OGG, u Sierra film kodlash va Vorbus ovoz kodlashni tarkib topgan film mavjudi hisoblanadi. Anki MPG4 mavjudi. U H264 film kodlash va AAC ovoz kodlashni tarkib topgan. Ondan keyin WebM film mavjudi, VP6 film kodlash va Vorbus ovoz kodlashni tarkib topgan. Internet Explorer 8 da video elementini qo'llamaydigan bo'lib, iOS 9 dan boshlab MPG ni qo'llaydigan video elementi barliq kelgan. Bu video xatqishniki bir qism xarakterlari, buni qaraydigan bo'lsak, masalan, avtomatik qo'yish, uningki boshqarish, masalan, qo'yish, to'xtatish kontrollarini chiqarish, qo'yishning egizligi, uningki takror qo'yishni belgilash, qatorliq xil xatqishlari bor. Uningki bu 3 xil film formatiniki har qaysi tor ko'rgishlardagi qo'llash-qo'llamaslikni misol qaraydigan bo'lsak, masalan, AI'da bu OGG'ni qo'llamaydi, MPG4 ni qo'llaydi, 9.0 nashrdan boshlab, bu WebM ni qo'llamaydi. Firefox'da bo'lsa, 3.5 nashrdan boshlab OGG'ni qo'llaydi, 4.0 nashrdan boshlab WebM ni qo'llaydi, MPG4 dan boshlab MPG4 o'jini bo'lsa qo'llamaydi. Demak, bu yerda bu Chrome tor ko'rgichning 5.0 nashrda OGG bilan MPG4 ni 6.0 nashrdan boshlab WebM shu barliq 3 xil formatning hammasini qo'llaydi demakchi. Aka bir amaliy misol ko'radigan bo'lsak, bu bizniki Chrome eng yangi nashrdagi Chrome tor ko'rgichisi. Buningda shu film mavjudni maqolada chiqargan. Buningki kodi qaraydigan bo'lsak, asli kodi qaraydigan bo'lsak, buni code night az. Bu yerda masalan, bu yerda qo'yg'ishninki kenglik, egizligi, anadagi kontrollari ko'rinsin deb xarakter qiymatlar berilgan. Andan keyin bu asli manba degan qismiga bu movie OGG, movie MP4 deb bu tor ko'rgichda jiqroq qo'llash uchun ikki vujudni asosan bergan, birisini olmasak bo'ladi. Agar ko'rinmagan ahvol ostida sizning tor ko'rgichingiz bu video vujudni qo'llamaydi degan uchun ko'rsatib, kod qaraydigan bo'lsak, bu kod night az. Faqat shu adresni ko'rsatgan. Lekin buningki unumini ko'radigan bo'lsak, mana holatda bu qo'yg'ish chiqdi. Basqandan keyin bu film qo'yildi. Buning yana bu film o'tkazadigan, qo'ydigan, to'xtatadigan, ovozni kontrol qiladigan, andan keyin ekranda cho'ng ko'rsatadigan ham buningki chekinadigan iqtidorlari to'liq.